Salam do'stlar, qanday ahvolinglar? Hammanglar obdan turibsizlarmi? Tininglarga sog'lik, turmushinglarga avvalgideklar xotirjamlik tilab, bugungi ovozli sunumni ko'ngil araminglarga sunmoqchiman. Bugungi mazmunlarimizni yoqtirib anglag'aysizlar. Bugungi davrimizda ota-onalar uchun yaxshi bir farzandni tarbiyalab chiqish nihoyatda cho'ng boshqa etiqchilikqa aylandi. Bo'libmi qiz tarbiyalash ba'zi mushkul ish. Chunki qiz bola degan bayini aynak partisiga o'xshaydi. Uningga qattiqroq muomala qilsangiz, sundirib olasiz. Bak pokiz tutaman deb to'lib sursangiz, ko'rlashtirib qo'ysiz. Agar turg'uni bo'yicha tursin desangiz, chang tuzan besib, farqiraqligini yo'qotadi. Shunlashqa bu aynakka nihoyatda sagaklik bilan muomala qilishingiz. Uni qanday vaqtda surtish kerakligini, qanday vaqtda ho'ylida, qanday vaqtda mehmonxonada qo'yish lozimligini yaxshi bilishingiz lozim. Birov faylasufdan so'rabdi. Dunyodan o'limdimi yomoni nima? Qizingning naqobil bo'lishi, deb javob beribdi faylasuf. Haqiqatan qiz keltirgan nomus o'limdan eg'irdir. Bugungi turmushimizda men qizi keltirgan nomus sababli beshini tiklayolmay qolib nayti azob ichida yashayotgan otalarning borlig'ini bilaman. O'lib olay desam, yana shu bolalarni o'yladim. Dedi shundoq otladim birisi menga. Men nimani xato qilganligimni bilolmadim. Qizim meni yashig'usizlik qilib atdi. Dada bo'g'ichining bechoraligiga qarab ichim etishdi. O'zimning qizini ko'z oldimga keltirdim. Ham untinsiz holda uning insofli bo'lishini umid qildim. Balkim hech qanday bir dada bunday kunga kelishni xohlamiz kerak. Ammo ba'zi ishlar bilib bilmay yuz beraverdi. Ammo mush ishlarning yuz berishida cho'qim ma'lum ishki jarayonlar bo'ladi. Qizning oilaga nomus keltirishimi hargiz tasodifiy bo'lib qolmaydi. Agar bir qiz bola haqiqiy ma'nodagi oila tarbiyasini yaxshi ola olgan bo'lsa, hargizmi oilasiga nomus bo'ladigan ishlarni qilib sanmaydi. Aksicha oilasiniki shon sharafini qo'g'daydi. Bo'libmi mukammal ona tarbiyasi ko'rgan qiz hargizmi otasining beshini to'van qiladigan ishni qilmaydi. Albatta qizlarmi o'g'illarga o'xshashlar ona tarbiyasisiz haqiqiy odam bo'lib yetishib chiqolmaydi. Ammo bir oilaga, bir jamiyatga bo'libmi bugungi kunga nisbatan qiz bola tarbiyasi nihoyatda zil, inchki masala hisoblandi. Bu inchki masala bo'lsa, eng cho'ng mas'uliyat onalarning zimmasiga yuklangan bo'ladi. Chunki qiz farzand tarbiyalashda otalar o'rgatilmaydigan cho'qim, onalar o'rgatmasi bo'lmaydigan talay taraflar bo'ladi. Ana oildagi yurish turishi, gap so'zlari, muomalasi, sevgi sadoqati, pokizligi, mehr muhabbati, mehmon kutishi, osh tamoq qilishi, chechan chaqqaligi qatorliq taraflardan qiz farzand uchun birdan-bir o'rnak hisoblandi. Faqat bularla emas. Yana onaninki ideya ko'z qarashlarimi qiz farzandga nihoyatda cho'nqur ta'sir ko'rsatdi. Mushu ma'nodan qilib aytganda, bir yaxshi tarbiyalanmagan qizninki xatoligini biz onalarninki zimmasidan qidirimiz, qezib chiqamiz. Chunki o'g'il farzandlarninki otasidan ham sirtdan o'rnak ta'sir qabul qilishida kuchli bo'lsa, qizlarninki onasidan ham oilasidan ta'sir qabul qilishi kuchli bo'ladi. Shundaq bo'lgan ekan, ona bo'g'ichi uningga yaxshi o'rnak, yaxshi tarbiyachi bo'lanmagan bo'lsa, bu ona bo'g'ichining mas'uliyatini joyida ado qilinmaganligining ifodasi hisoblandi. Xalqimizda hayvon tuyoqdan, inson quloqdan samiraydi degan gap bor. Bu gapning aniqi onalarninki qizlarini tarbiyalashiga tatbiqlash texim aqnonlik bo'lsa kerak. Qiz tarbiyalash kelajakdagi otalarni tarbiyalash demakdir. Mushu ma'nodan olganda bu har qanday oildagi jumladan onalarninki oldidagi mushkul vazifa hisoblandi. Chunki kelajakdagi onalarninki yaxshi tarbiyalanishi bir davlatninki ro'naq tepishidagi muhim omillardir. Onalarninki saposi o'ssa, farzandlarninki, avlodlarning saposi o'sadi. Bu davlatninki saposiga, jamiyatning taraqqiyotiga bevosita munosabatli zo'r ishdir. Shunlashqa deymizki, bugungi kunda bizga eng kerak bo'layotgani o'zininki adab, axloq, bilimlikligi bilan qizlarga o'rnak bo'ladigan, kelajakninki onalarni tarbiyalashdan iborat masalada qilchimi savallikka yo'l qo'ymaydigan, o'zininki tajriba saboqlarini yakunlab,
qizlarini texmi yaramliq qilib tarbiyalash uchun tirishadigan onalardir. Davlatimizdagi qadimdan tortib hozirgacha davomlashib kelayotgan adab axloq qoida usullardimi qizlarni yaxshi tarbiyalash, kelgusininki qurg'uvchilari hisoblangan shu onalarni yaxshi tarbiyaga ega qilishninki muhimligi ta'kidlanib kelgan. Davlatimizning donliq faylasufi Kunzu falsafasininki ijodchisi bo'lgan Kunzuning mushaqda qoldirgan ayti oltinga tegishsiz hikmatli so'zlari bor. Ya'ni muhokama va bayonda shunday bir jumla uchraydi. O'g'lingni yaxshi tarbiyalasang, 3 avlodgacha oilang ro'naq topadi. Qizingni yaxshi tarbiyalasang, 7 avlod jamoatining yuzi yorug' bo'ladi deydigan. Darhaqiqat shuki, Junqa millatlariningki uzoq zamonlardan buyon to'plagan aql, farosat javharlarining ichida qiz ayollarni yaxshi tarbiyalashdan iborat bu mazmun nayt muhim salmoqni egallaydi. Zamonlardan buyon mushaqdagi tarbiyalar, qiz ayollarni yaxshi tarbiyalash to'g'risidagi tarbiyalar, tajriba saboqlar texmi mukammallashib, takomillashib keldi. Shuning uchun har qaysi ota-onalar davlatimizningki inoq jamiyat barpo qilish, inoq jamiyat qurib chiqish chaqiriqiga kuchli ovoz qo'shish uchun farzand tarbiyalashda mana bu nuqtalarga aytdi diqqat qilishini, shu nuqtalarga ahamiyat berishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Bo'ldi bo'lsa do'stlar, atki mazmunlarda sirdoshcha tininglarga sog'lik, kashlik uyqonlarga rahatlik tilayman. Xayr.